Körüş reallıqımızı yorutudu. Ama nemini körüşne qanda qarşımız belgileydi. Huzurunlarda şair Ahmetcan Osman riyasetçilikideki "Men şundaq qarayman" programmasi. Her bir cümle öz ma'nosini topgan programma. Assalamu alaikum. Hürmetlik görer anlarmen. Men şunda qarayman programmasiga hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Hürmetlik Merdan Ahad Ali. Yaxşımı Ve aleyküm assalam. Sen yaxşımı, sizler yaxşımı, bütün görürmenler. Hemen salam. Rahmet. Bugün biz Merdan Ahad Ali'nin Ming yıl mabeynideki Uygur şairlerinin İslam ve küfürlükü boğan karışığı kanda karıgallıqıga qaraymiz. Yani Uygur şairleri ming yıl mabeynide İslamga ve küfürlük kanda qaradı. Hazırkı zaman Uygur şairi yaki çağdaş Uygur şairi Merdan Ahad Ali bizning klassik şairlerimizga qanda qaradı. Ve şundaqla biz Merdan Ahad Ali'nin qarışığı qanda qaraymiz. Mana bular bugünkü men şundaq qaraymanning temisi. Aldı bilen bu söhbetni Merdan'dan tövendeki sualını soraş bilen başlayman. Merdan. Uygurlarga İslam dini bunundan ming yıl burun devlet dini bulup kirgendin buyan ta bugüngiçe bu İslam ayni şu İslam'ı yaki Sultan Sadık Buraxan'da kirgen bu İslam da ming yıllık tarihimizde özgürüş oldu mu? Birinchidan bizga kirgan o islom aniqla nurg'un sizlarning suhbatlaringlarda yoki sen deb kelgan tarix bo'yicha u bizga 4 xalifadan keyin hokimiyatlashib ketgan, siyosatlashib ketgan, siyosiy kengaymichilikning mas'ul bo'lgan bir ideologiya shaklini olgan holatga kirdi. Bu albatta sap o'zidagi yoki asli manbadagi islom emas. Uningdan beri, ming yildan beri albatta kirgandan boshlab shunda bo'lganlik uchun umumiy xalqimizning mutlaq ko'p sondagisi yoki bizning umumiy holatimiz jihatdan bu narsani o'zgardi deyolmaymiz. Lekin bizning shoirlarimiz toki insoniyat til yoziqi madaniyat paydo bo'lgan yoki uningdan burungi davrlarni tortib desak bo'ladi. Lekin hozir faqat mush ming yilning mobaynida deb turayli. Shu vaqtdan tortib bir oldi bilan ko'pincha bizning islomdan keyingi shoirlarimizning ko'pi arabcha va farschani nihoyat yaxshi bildi. Shunga ular Qur'onning asli tekstini matnini o'qiy oladi. İkinchidan ular shoirlik tabiati bilan koinotning Allohning haqiqiy original kitobi bo'lgan
kainatning o'zini o'qiy oladi. Chunki o'zlam ashning bir qismi tabiatidan shuni tuydi. Shunga gerçi ko'p sonliq xalqimiz islomning burmalangan nusxasi ishinib kelgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur milliy ruhining qo'g'dug'uchilari bo'lgan shoirlarimiz uni o'zi saqlab kelgan. O'zining g'azallari bilan, o'zining kitoblari bilan, she'rlari bilan asli Allohning Qur'ondagi asli so'zini va koinotning asli so'zini bizga oyatviy she'rlar bilan, g'azallar bilan yetkazib kelgan. Ya'ni bizning shoirlarimiz Xudoning elchisiga o'xshashla bizga islomning haqiqiy ma'nosini yetkazib kelgan. Ya'ni mush ikki xil jihat agar sen haqiqiy islomni desang, men shu ikki xil holatda deya olaman. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida ya'ni Uyg'urlarga kirgan islom ve 1000 yıllık tarixida davom qilib kelgan, bugungacha davom qilayotgan islom haqiqiy İslamiyet emas, balki burumlangan islom. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida biz sening tiling bilan aytganda hakimiyetlashgan islom. Yani siyasileşken İslam. Bugün bu meseleni muşundaq düşünge vaqtimizda seningcha İslamның siyasi bilagi, İslamның haqiqiy ruhiga xilop bo'lamdi. Agar xilop bo'lsa, bu xiloplik nada ko'riladi? Qandaq ifodasini topadi? Siyasileşken hamalla o elbette hakiki mukaddes samavi kitaplarının asli mahiyetiga qarshi bo'lgan bo'ldi. Ya'ni uningga ziddiyat olib kelgan bo'ldi. Chunki hokimiyatlashish birinchi nuqtadan u ega bo'lib olish, egillash. Ma'lum ma'nidan Allah'ның tabiiy yuradigan hadislarga, Allah'ның tabiati bilan yüz berganlarga ma'lum xil angliq qo'shish orqali, uni angliq o'qilish orqali, faqat insoniy tushunish orqali ham uni mushu ong, mushu insonlik muşulağı ega, yani bizden engimiz bir subjekt buluş hesabımızda bununla qandaqdır aktif yoki passiv aralışa alaymiz. Bu işler bizden kolumuzda deyilgen zindan, bir xil qapes, bir xil bağlanış arqılıq bu tabiat işlerine aralışıp bağlılık için bu Allah'ın hakimiyetiga, Allah'ın iqtidarchiligiga qarshi chiqqanlik bo'ldi. Shunga siyosiy iqtidarchilik ma'nosidagi, o'zlik ma'nosidagi islom albatta Allah'ın asli irodasiga xilof. Bu Araplarning hozirgi zaman shoiri ve yazgıçısı mundaq bir sözünü aytgan. Din, İslam dini Allah'ını göreve gelip aldı. Bu dinni aslisiga, orijinaliga qaytirish uchun biz Allah'ını azat qilishimiz kerak. Görevden chiqarishimiz kerak degan.
Senince Uygurlardaki İslam mı? Allah'ını görege algan İslam mı? Ve şundakla görege alıngan bu Allah'ını kutulduruş mümkün mü? Mümkün bolsa kandak mümkün? Elbette hakimiyetli bo'lgan ekan, u dinning hakimiyeti bo'lgan ekan yoki din bo'lgan ekan, u cho'qim Tangrini yoki Allohni ko'raga elib oldi. O'zining butun insoniy shariatlari bilan, qonunlari bilan, o'zining insoniy adab axloqlari bilan, tuzumlari bilan Allohning tabiatini bo'g'di. Ham o'zin, ya'ni ko'pincha Allohda siyosiy islomda yoki har qanday dinda Tangrining har qanday mavjudlik bilan, har qanday bo'lg'uchi bilan bevosita tegishib turadiganligini unutildirdi shu mavjudlikning o'ziga. Ya'ni ular Allohning so'zini tarjima qilishni monopol qilib oldi. Ya'ni ishning ahli yoki bu dinni mushu ulamolar desin yoki Buddaning aqidalarini, shuning Rahib Kalallar Xristosning aqidalarini, xristianning poplari o'zining cho'ntiga elib olish, mushu go'raga elishda ular xalqni bevos uchratmaydi. Xalq so'zisi og'zingni yom, sen nimani bilsa, bunda emas, buni ilmi bor odamlar, imanchil o'qigan odamlar sizlarga tafsirlab berish kerak yoki sizlarga o'rgatish kerak. Ya'ni masalan original holatda butkul payg'ambarlar o'xshash. Hatto biz Buddani olaylik, Budda bir oddiy misol. Budda men ketgandan keyin but yoki rasm unda narsalarni shakllantirmanglar, yasamanglar degan. Aniq o'zining ashunda so'zi bor turibmi, ya'nilar ko'rmanglagan butlar yasaldi, ko'rmanglagan rasmlar chizildi masalan. Ya'ni o'z asli mohiyatidan qochib ketdi buddizm hatta. Ya'ni u bir mayli davchilikni olsaqmi shu davizm shu dav Laozining o'zining asli asrda Davdajingda qat'iyla keyingi bo'lib ketgan u murosimlashgan yoki hokimiyatlashgan yoki an'anaviylashgan u davizm, davchilik dini, to'yinizm dini emas. Ikkisi pek farqli. Bu hammalarga aydin. Şunun o'xshashlar Uyg'ur islom madaniyati yoki chemberdagi islomiyatmi Allohni go'raga elilishda o'rtaq. Ya'ni monopollik. Masalan, xristianlar aytmoqsa 500 yil burun u monopollikni uzib Injilning her tilga tercüme kılınishlari bulamdı, bevosita o'zing Alloh bilan aloqalash bulamdı. Shu orqali hokimiyatning muqaddas yoki samoviyatga bo'lgan monopollikni uzalgan. Ma'lum ma'noda, ma'lum jihatdan. Uni masalan shu din bilan siyosatni ayirish bilan bo'ldi deb qarsak bo'lamdi yo boshqacha shakli bormi? Ya, ikki oxirgi qadami shuning bilan bo'ldi. Undan keyin yana Yevropa shakllandi. Birinchi qadami shu Allohning yoki Tangrining har bir inson bilan o'zi bilan shu inson bilan munosabatlashishi. Butkul tilovat tarjima qilinishi, yana nurg'on odamning tarjima qilishga ruxsat qilinishi, kimning tarjima qilganligi, hammasining o'zining tushunchasining bo'lishiga erkinlikning berilishi bilan. Ondan keyin siyosatni dindan ayirish bilan bu xotimlandi demdik, oxirgi chekka yetdi. Masalan, akuni yo'lda ketib ayolim shuning gapini qildi, men o'ylab boqmoqchiman. Har Fransiyada butkul cherkovlarga qarasang, xristianlarning tepsida xo'roz bor. Xo'roz. Butkul xristianlarning tepsida xo'roz bor. Ya'ni din qandaqdir din davlatga ega emas. Ya'ni davlat dinga ega. Ya'ni igidorchilik huquqi olmuş qolgan emas bizdikidek. Ya'ni xo'roz kiriston tepsida. Anda yana birisi qandaqdir jon
dinga ergeşmeydi, belki din canga ergeşiş gerek. Hı hı. Yani simollaştırgan okuyalaydı kişiler şunu görse. Hı. Undaqda biz şu digellerimizni, qaraganlarimizni, ögellerimizni bunundan 1000 yıl burun yaşagan şairimizden başlap baksak, anandan keyin asta bir eserden 21-ci əsrə gəlsək, şu Uyğur İslamiyetinin kufurluq bilan bolğan münasibətini körüp çıxışqa bolamdı degan sualga cavab bərsək, anandan keyin yeni bir nokta, her qandaq bir tilning şairi şu tilning jini ve şundaqla şu tilning tiniqi hesablandı. Yani her qandaq bir millet, dünyadaki barlıq eller özünün tilini şairden tanıydı, şairden bilidi. Şuna İngilizlarmı bütün dünyanı istila qilib, işgal qilib, bütün dünyaga mustamlik bulup, jahangir bulup, bir qancha asr yaşagan bolsunmu, lekin yanıla ular ahirida Shakespeare'ni ve Shakespeare'nin İngilizcesini özlerinin milli tili, özlerinin oy tili, şundaqlı özlerinin milli mevcutluk tili dep qaradı. Şuna oxşaş Uyghur şairlerimi Uyghur tilinin ruhini saqlap qalganlar. Uyghur tilinin ruhi başqaça aytqanda yana Uyghur milletinin ruhi. Demek Uyghur şairleri Uyghur milletinin ruhini saqlap berganlar. Bizga yetkizib berganlar. Bu ruh sen biraz burun eskerkendek 1000 yıl burunqi ruhlar emas. Bu yana neçe 10 000 yıl burunqi ruh. Şundaq bolğan vaqtida, yani neçe 10 000 yıl degan vaqtimda men tilning yazma şeklini emas, yazıq şeklini emas, tilning eğiz şeklini, ağızdaki şeklini göz tutumun. Çünkü bizde eğiz edebiyatı degan edebiyat var. Yazma edebiyatdan burun. Şunun oxşaş. Şundaq bolğan vaqtida şairlarni, Uyghur şairlerini bizge İslamның haqiqiy ruhini saqlap berdi desek bolamdı. Andan İslamның haqiqiy ruhi yana kelip Uyg'urning ruhi bilan zich münasibetlik ve bir ruh ekanligini muayyanlashtiramdi. Elbette muayyenleştirdi. Birinci sualın bitti. Birinci sualım haqiqiy ro'yina keldi. Albatta İslamning haqiqiy ro'yina keldi deyaleymiz. Hamda bizning ecdadımızdan bo'lgan haqiqiy davomlashgan bu buluş ruhini sen degandek şairlar bizga davomlashtirib tutib, ashuni bizga varislik qilib, bizga yetkazib bergan. Masalan, Iqbal millat şairlarning yuragida tug'iladi deydi. Bu nima degan gap? Heideggermi mavjudiyatni so'zlayotganda u eng avval yoki millatni so'zlayotganda Dasein, ya'ni Bodunni so'zlayotganda u avval shoirlar yuragidan tuydi, shoirlar yaratdi. Ondan uni faylasuflar o'ylashtirdi
Mhm. tillashtirdi, Mhm. tillik xususiyatga ega qildi, uni muhokama qildi, nazariyasini barpo qildi oxirgi. Ondan davlat otilari va qahramonlari millatni qurib chiqadi, davlatni qurib chiqadi deydi. Ya'ni bizning siyosatchilarimiz mushu buloqdan elishni bilmaydi. Mhm. Mushu ruhni nereden tepishini esankirab qoldi. Ya'ni shoirlarning ashu ruhning buluqi ekanligini, ashuning tunji elchisi ekanligini, shoirlarning tekstlariga, ularning she'rlariga qarash kerakligini tushunmaydi. Chunki ular shoirlarning o tekstlarini ashu o'zlikning, ashu subyektning o'y xiyollari ya talanti deb tushunadi. Qandaqdir shoirlarning o'zligining yo'qligini, yo'q ekanligini, shoirlarning davatqanining bo'libmi she'riy tekstida davatqanlarning bevosita shu manbadan kelgan Allohning kalomlari ekanligini bular tushunmaydi. Shunga ular shoirlardan o'tlab ichmaganlik uchun, she'rlardan o'zini nafaslantirmaganligi uchun siyosat yengiladi. Davlatni qurolmaydi, davlatni parchalaydi, millatni o'zaro ixtilof qildi. Mhm. Ya'ni ular qandaqdir siyosiy bilim yoki shu tarixiy bilim, xalqaro munosabat bilimlari, dunyoning qonunlari, qonuniyatlari qancha tillarni bildiganligi bilan qobiliyatini hisoblaydi yani. Lekin ularning hech qaysisi asosidagi narsa emas, yiltizidagi yoki manbasidagi narsa emas, ya'ni tangriga tutashgan narsa emas. Mhm. Bu Qur'onninki Ash-Shu'ara degan surasi var. Suratu Shu'ara degan. Ya'ni u Uyg'urchada shoirlar surasi deyiladi. Shoirlar surasi. Qur'onning bu surasi bütün payg'ambarlarning bir tangriga ishonganligini bayon qiladi. Bundaq qilib aytgan vaqtida bir tangriga ishongan, o'xshash bir tangriga ishongan, o'xshamagan tillardagi, o'xshamagan qavmlarga tabe payg'ambarlarning shoirlar ekanligini muayyanlashtirdi. Lekin mushu surada, shoirlar surasida bularning faqat ishongan shoirlar ekanligini. Ya'ni bir tangriga ishongan, sherik keltirmagan shoirlar ekanligini muayyanlashtirgan asosda aningdan keyin tangriga ishonmagan, bir tangriga ishonmagan, tangriga sherik keltirgan, Allohga sherik keltirgan shoirlarni sifatlab shoirlarga azg'ullar agishudu degan mushu oyatni va uningdan keyingi oyatlarni bayon qilgandan keyin faqatla Allohga ishongan shoirlarla deb so'zini davomlashtirdi Allah. Demak, Qur'onning o'zidimi Allohning birligini, bir Allohga bo'lgan ishonchni va ishonishni faqat shoirlarning saqlaydiganligi jazmlashtirilgan. Shundaq bo'lganda biz endi 1000 yillik İslamiyet tariximizda shoirlarimizning bu dinga qandaq qaraganligiga qarasak, sen bizga bir-birlab her bir asrda bir shoirni yoki ikki shoirni ko'rsatgan holda mushu nuqtani aydınlaştırıp bersen. Şuna aldı bilen senden soraydıgınım 11. asırdan başlayalım. Albatta shu din biz islomga kirdik degan yillardan boshlaylik. Qutot Xo'blikdan boshlaylik masalan. Qutot Xo'blikning birinchi beyti. Haqiqiy tekst boshlangandan keyingi birinchi beyti. Ham bu nurg'un boblarning birinchi beyti bo'lib keldi yoki Yusuf Qasajib yoki ashu personajlarning
birisiga yozgan xetining beshida mushkil edi. Ko'p takrorlandı bu beyt. Nim deydi? Bayat atı birle sözük başladım. Türütgen, igitgen, keçirgen idim. Bayat. Resmini koyup sizler öğrenelim mi ya ki iletip sizden yok? Evet, Ya kopayıp turup dursun birden körermenle köysün Okey. Kutat Bu yerdeki- Gobelik'in bu beytini. Bu yerdeki bayat Uygurlarning yoki Türklarning İslamdan burunqi tanrısının eti. Yani qadimdan başlapqi tanrılarning birisinin eti. Hem bu bir Türk qabilasining mu nami. Bayat qabilasi deb bir urug' bor. Şunun eti bilen sözlük başladım deydi. Yani bu sözlük ya sözler toplumı yani sözlük bu depterçinin bu sözlüklerini sözümni muşta başladım. Bayatның atı birle. Türütgen, igitgen, keçirgen idim. İdim oxşaşla qadimki ecdadımızның, atalarımızның Tanrını atıgan yani bir nam. Yani idi. İdi diyen biz idikut deymiz go. Hı Aşı hı. idi şu. Türütgen, igitgen. İgitgen diyen östegen, Hı hı. çoğaytkan, yaşatkan diyen. Hı hı. Yani Yusuf'a sacip İslamiyet'ten keyin yani Kutat Qublik'te Allah'ını davet edu Yusuf'a sacip. Muşu misrasıdı mu Allah'ını davet edu. Hı hı. Ama o bayat atı bile atı de onu. Ama bütünley musulmanlıkni İslamiyetni sözlevatkan bolsumu baştan ahiri Kutat Qublik'te. Hı hı. O bir yerdimi Allah dep atımıgan. Hı hı. O baştan ahiri bayat, Tanrı, Burhan dep atıgan. Hı hı. Yani Yusuf'a sacipçi bolganda Allah bayat şu, Hı. Allah Burhan şu, Allah Tanrı şu. Qandaqdır? Hazırkı hakimiyet İslamının nazarındaki, hazırkı bizning İslami ulamalarımızın nazarındaki bir qatar tanrılar bor. Bunun içinde birisi Allah, lekin Allah'ın hammasi yalgan, ma'ulam ras. Hı hı. Emas. Muşu bir qatar tanrılarning hammasi Allah. Allah hem ula. Hammasi bir devatıdır. Hı hı. Şuna İslamiyet'ten burunqi ilahinin namı bilen davamlaştırıp ata vergen Allah'ını. Onu işte yani Burhan Tanrı dep kep ataydı. Muşu hı hı. Yani bir meni diqqatimni tortgan birileri bulmuş. İkinci misrasıdaki keçirgen idim dep. Qara türütkinni ve onu östeginni deydi. Üçüncüsü ölüm buluş gerek ku. O keçirgen idim deydi. Yani muşya kelgende men sen bir Uygurning hayat yetik şairi buluş süptün bilen qandaq bütkül Uygur yetik şair bilen bağlanganlığını davamlaşkanım körümüz o mişerim körüm. Yani sen ölüm Allah'ın rahmeti dedin o. Evet. Bir yerde mu Kutat Qublik'te mu Yusuf'a sacip ölümnün onuğa keçirgen yani rahmet kılgan, yani keçirvetgen, rahim kılgan, şefkat kılgan ma'nisida işiltipdi. Ölümni anmay. Hı hı. Yani sen Kur'an'ın bazı sözlerini tercüme kılganda bir yerge rahmet ölümni gösterdi. Elbette. Bilmem. Elbette. %100% şunda. Lekin bula bilmeydi. Bula düşenmeydi onu. Lekin bizning 1000 yıl burun yaşagan mesela şairimiz Yusuf Hasacip o'xshash tushungan. Nima uchun? Bu shuni isbotlaydiki, rahmatning o'lim ekanligi yoki o'limning Allohning rahmati ekanligi uni Muhammad alayhissalom shunday tushungan. Yusuf Hasacipmi shunday tushungan. Alisher Navoiymi shunday tushungan. Mashrabmi shunday tushungan.
Gumnanmı şundaq düşüngen, Ahmetcan Osmanmı şundaq düşüngen, Merdan Ahad Elimi şundaq düşüngen. Mesela yana şu devirdeki yana birini alaylı. Etebetul Aqayıq'tan. Bu 1000 yılın 1. yüzyıllarda ahırlarda yazılgan. 9. ve 10. beytide şunu okuydu. Ölükten tirik, hem tirikten ölük. Çıkaru körür sen muni ket ana. Bu kudret idisi ulug bir bayat. Ölüklerini tirgizmek asan sana. Yani bir yerdeki ölükten tirikne çıkardı, tirikte ölükten çıkardı degeni Kur'an'daki aynı ayet. Elbette. Değil mi? Andın çıkaru körür. Sen muni ket ana. Yani sen ölükten tirikne çıkarış mayerki ket hareketteki ket. Yani ölükten tirikne, tirikte ölükten çıkarış ne sen şey ilege ya hemmige barlıkka hareket kıldın. Yani idi. Ulu kutluk sözümüz oğa idini işiltidi. Bu kudret idisi. Ulu bir bayat. Yani bu idi keyinki meseleler kelip belki ige bu kalan. Ama hiç kaçan idi sözden vaqtda o eniqlam igi degan ma'noda kullanmaydı. Yani undaq ma'lum bir kalının igisi yoki o'yilning igisi, bir narsaning igisi, yani shaxsiy bir igilikki bo'lganda bu ega so'zini idini ishlatmaydi. Faqat va faqat ham butkul hokimiyat va butkul igdorchilik ash idining bo'lganligi uchun shuning bilan ishlatadi, uni boshqa narsa ishlamaydi. Ulug' bir bayat, o'liklarni turgizmak oson sana. Ya'ni o'xshash davrda yozilgan yana bir qadimki yozimizdami bayat va idi so'z bilan atilgan. Müşahede bir narsa diqqatimizni tortdi, chekidi, qo'zg'aydi. O bo'lsa-mu shu davrlardagi, shu vaqtlardagi mutafakkirlarimizning, ulug'larimizning, yetuklarimizning, shoirlarimizning, yozuvchilarimizning, tilshunoslarimizning o'xshamasligi. Ya'ni bir tangriga bo'lgan ko'rishining, tushunishining o'xshamasligi. Buni mundaq bir misol bilan tushuntirgili bo'ladi. Bir davrda yashagan Yusuf Hasajib bilan biz biraz burun uning bir necha beytini o'qidik. Yoki bir beytini o'qidik. Yusuf Hasajib bilan Mahmud Qashqari. Masalan, Yusuf Hasajibning bir tangri e'tiqodi Mahmud Qashqarining e'tiqodi emas. Shundaqmi Mahmud Qashqari bir tangriga e'tiqod qiladigan mutafakkirimiz emas. Tilshunosimiz emas. U shu vaqtlarda yana hokimiyat islomning, Sultan Sodiq Bug'roxonning islomining tangrisiga ishongan. Allah ilahiga ishongan. U iloh hargiz birdan bir tanho yakigan iloh emasdi. Mushu farqlar bugungacha Uyg'urlarning qarshida tehi ro'shanlashmadi, oydinlashmadi. Mushu farqlarni qandoq oydinlashtirilish mumkin seningcha? Buni biz qandoqdir ong bilan yoki har qanday tushunish yoki tafakkur muloyiza bilan, analiz bilan farqlantirolmaymiz. Faqat va faqat Tangrini bir ko'rgan vaqtimizda andin buni farqlantira olishimiz mumkin. Yani haqiqiy cheksiz bir deb ko'rgan vaqtida uningdan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Bo'layotgan lekin narsaning hammasi Tangri deb
Aşı birlikte tuğa vaxtımızda andan farqlandırışımız mümkün. Bammusu başqa adam sözləb, anlap, oqub, öyrənib şəngil olmaydı nəsə. Şuna deptikende Mahmud Kaşgari Abbasi halifesiga yazgan, sungan bu kitabı da Uygurlar her şeyini, hemen nersini Tanrı deydigan, Xuda deydigan eşeddi kapırladı. Emniyette Xutatqu bilikdiki Tanrı'nı köydük. Bunu Mahmud Kaşgari Allah deplam atagan bolsa, Allah'tan başkası emas dep atagan bolsa, Yusuf Hasacipla onu yine bayat dep atagan. Burhan, Tanrı, şu Tanrı. qandaqdır biz kök desek, hazırki İslam ehli yoki Uyg'urlarning İslam ehli onu kök desang olmaydi deb kirishilib bordi. Yusuf Hasacip bunu bayat, Burhan, Tanrı degan yerde biz onu kök desek nima ish qilmaydi? Lekin bu yerdeki sual hazırki muşu kökke Tanrı emas, Allah emas, ilah emas devat Allah. Yusuf Hasacipni mu kapırıqı çıkaramdı? Keyingisi ikileyli. Ahmet Yasavi 1100 yıllardan 60 yıllargacha yaşagan. La degil asi seni kafir desun. Kafir diban mensur sifat darga assun. Başın bergil didarini hak körsetsun. Başın bergen hak didarin körer ermiş. La Arapça la yak degin. O asisini kafir desun deydi. Bu yerdeki asi kim? Asi o Allah'a asi çıkışı hakimiyet. Hakimiyet. İslami hakimiyet. Hakimiyetteki İslam. Kafir dep seni mensur süptide darga assun. Mensur el-lac. Dek darga assun. Beşiğini ber şu darga esiş bilen hak didarını kösetsun. Muşu başını bəgən kişiler haqqının didarını görələydi. Yani bu nurgun tarixdeki baştan ahire nurgun şairlarının ortak təqdiri. Yani haqq qandaq bulup o haqqının didarını köygen insan kafir atılıdı ve atılıp kalıdı hem qandaqdır hakimiyet tərəfindən cəzalanırdı. Cəza qoşulurdu, darğı esildi. Bunun da yana davamında nurgun misalını alalayımız. Yani birisi Mensur el-Lac. Yani bizim İslamiyet'ten keyinki bu hemmisi de güdek bütkül şairlerimizden Mensur el-Lac bilen bir ruhi bağlanışı var. Xuddi ya ki Mensur el-Lac'dan ruhi barisen oldu. Yani şu Mensur el-Lac'daki can özünün bir şiirlerde diyendek canға köçüp atkan bir ruh bu yerde hareket kılatkan deyip. Bu meşrepte mi görüldü, Nesimiydi görüldü. Hemmisi nurgun asasiyetin 98% bizden Çağatay, Şarkı, Türkçe şairlerimizden hemmisinin beyit bir ya ki nezim beyitleri de Mensur'u tilgaldı, Mensur el-Lac'ni gayvane izzetini ya ki kadrini, muhabbetini bildirdi. Şu bağlanış. Lekin bu hazırki meyli Arap şu vaxtdaki hakimiyet İslam'da bolmuşsun, hazırki İslamiyet'te hazırki Uygurlarning arasındaki hükümranlık kılıvatkan İslam'da bolmuşsun, Mensur el-Lac bir kafir. Yani Allah'a şirik keltirgüçi, bütünley tätüligini
Şuna darga astı onu. Onun mensuralaş nima uchun mensuralashning qaysi ruhiy butkul shoirlarda tecelli jilva qilyotidi? Anal haq degan ruhiy. Ya'ni bu Allah degan ruhiy. Mushu haq. Mavu haq. Mavu haq. Mavla haq. Tutquli bo'ldiganligi, ko'ngli bo'ldiganligi narsa Allah şuna o'xshash. Allohdan boshqa narsa yo'q. Shunga mening gavdammi, ichimdagi jinimmi birlashib bu Allah desa, uni darg'ast emasmi? Ashu kufr so'zildan deb. Hokimiyatning yana bir bu yerdan hokimiyatning qandoq qilib Allah bilan insonning o'rtasida qandoq chitlaqlarni saldiganligini, rishatlarni belgilaydiganligini, ya'ni sen u emas, u o yerda, sen bu yerda boshqa bir narsa, o yerda boshqa bir narsa deb ayirtirganligini, mushu hokimiyat, mushu zo'rlik kuchi bilan ayirtirganligini ko'ralaymiz. Allah hammani o'rab turganini bildi bo'lmasa, hammani o'rab turdi degan qanday ekan? Mushu yerda hozir meni o'rab turdi degan gap. Yoki bu gavdini o'rab turdi, ich teshimdir meni o'rab turdi degan gap. U real mavjud narsani nima uchun bir yerga etitdi? Bumi hozirgi bizga hukmron bo'layotgan islomning ziyonkashligi. Xuddi butkul boshqa millatlarning islomiga o'xshash. Siyosiy islom. Mushundaq ziyonkashliklarni masalan Arab islom hokimiyatining mansuri hillashga qilgan ziyonkashligini Uyg'ur islom hokimiyatimi Uyg'ur shoirlar qildi ya. Albatta. Nasimiyning terisini so'ydi. Shah Mashrabni darg'a astı. Ya'ni bugun esa tarixda jiq bo'lishi mumkin, endi lekin biz xotirlanib kelgan emas, yana bir ayol shoirlarimizni yoqqa tashlab, Zalilaning she'rlarini nima qilganlik uchun yodlaganlik 16 yaşmette Zeynep. 16-17 yaşında. 16-17 yaşlık Zeynep. Şunu yoqib tashladi. Mushimo sen bayatını gendek Allah'ını görüyor gelirsen gibi. Yani bula Allah sübtede ceza yürgüzatıdı birisiga. Özünü Allah'ını ona koyup durup ceza yürgüzatıdı. Hatta Allah'ını aşık kader kabi halette namayende kılıp ceza kılıyordu. Yani hakkını yürgüzatıdı. Koştan akşırık yakını. Keyingisige öteyli şairlerimizin atayı. Oy Nesimi giripti men to'xta. Ha Nesimi. Nesimi biz hozir tilg'agan hozirgi Suriyada terisi soyulangan şairimiz. O Çağatayçı bizning Uyg'ur shoiri, endi coğrafiya jihatdan hozirgi zamondagi Ozarbayjonlarda yashagan bo'lsin. Tili o'xshash. Yüzünde surati Rahman'ını gördüm. Qaşında Qaf vel Kur'an'ını gördüm. Deydi. Yüzünde Allah'ın suretini gördüm. Qaşında vel Kur'an vel Kur'an'ın özünü gördüm deydi. Bu nima degani? Yani men yarımga qarab turib, onun gavdisiga qarab turib, sening mushu yuzing Rahmanning yuzi deyapman, Tangrining yuzi deyapman. Xuddi qadimki ajdodlarimiz, islomdan burungi ajdodlarimiz har narsani Tangri ko'rgandek, ham Qur'onda, haqiqiy islomning ruhidagi Qur'onda qaysi tarafga burilsanglar Allohning yuzi, nimaga qolsanglar Allohning yuzi deganga o'xshash. Agar mening chiroyim mening demayman, ma yuzga birisi qarasa yoki men uning yuziga qarasam, bu ikkili yuz Allohning yuzi. Bu ikkili qashda men Allohning oyatlarini o'qiyman. Shunga Qur'on haqiqiy original oyatlarini.
real chinliqdagi koinotdagi oyatlarni. Bunimi Qur'onda aniq eskartgan masalan. Sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim degan. Bu degani Uyg'urchada so'zma-so'z tarjimasi biz ularga o'zlaridagi va ufuqlardagi oyatlarimizni ko'rsatamiz yoki belgilarimizni ko'rsatamiz degan. Şuna Nesimi yarının yüzüde Xudanın, Allah'ın, bayatının, kökünün suretini görürdü. Gevdelenişini görürdü. Onun keşida Kur'an'ı görürdü. Nesimi'nin bunda misraları bekçe qambiyadi biz naydı mingdin birini tanlap men aran tapqalarını qo'ya oldim. Qandaqliki g'azaliyat, ruboiyat, divanlarni varaqlab baqsangiz, ismini bildigan har qanday bir chag'ataychi g'azalchilarimizning, shoirlarimizning bunda misralarni bekcha quchurtisiz. O'zingiz kitobxon, o'zingiz qarab baqing. O'z shoirlaringizning nima deyotganiga qarab baqing. Endi ataya keleyli 1400-yillar. Aniq ma'lumot yo'q tug'ilgan o'lgan yili, lekin shu atrofda yashagan bo'lishi kerak deydi. G'oyati bilmasligidan muddai kofir bo'lur. Ger sujud eylar atoyi sizga haq nurin ko'rib. G'oyat degan nishon, manzil deganlik. Muddai degan muddao qilg'uchi degan gap. Iddia qilg'uchi. iddia qiluvchi. Iddia qilg'uchi. Sujud sajda degan gap. Okay. Nishonini yoki manzilini bilmasligidan shu nishonni talab qilg'uchi yoki nishonni izlaguchi kofir bo'ldi. Shunga atoyi haq nuri bilan sizga sajda qiladi. Chunki bu haq nuri nishonning bo'lmaydiganligi. Ya'ni manzilning bo'lmaydiganligi. Manzil istaguchi yoki nishon istaguchi yana biz bayatın degandek o'zini Allah bilan bir orliqda yoki Allah bilan ayrı hisoblaganligidan o kafir. Mana mushu kofirlikning haqiqiy ma'nosi. Qandaqdir shariatning hech qanday gapi yo'q bu yerda. Shariat madamni kafir ya musulmon deydigan hech qanday yeri yo'q. Faqat va faqat siz Allah haqda bo'lsangiz siz musulmon, siz Allohda bo'lsangiz siz musulmon, siz Allohni ayrı bir narsa ko'rsangiz, Allohga shirik keltirganlik bilan siz kafir. Ma bizning Uyg'ur shoirlarining, Uyg'ur milliy ro'yining saqlovchilarining haqdan sizga elib kelgan so'zi. Buningda masalan Mardan bir nimani eslatdi menga bir oyat Qur'ondagi bek bir büyük ulug' bir voqeani. Masalan Allah Adamni yaratib onunga jinini püvlep andın farishtalarning hammasiga Adamga sajda qilishni buyurdi. Endi bu yerda oldi bilan o'ylanadiganimiz, so'raydiganimiz sajda faqat yaratquchiga bo'ladi. Tangriga bo'ladi. Lekin ashu Tangri, ashu yaratquchi Adamga sajda qilishni buyuryapti butun farishtalarni hatto. Demak bu yerda yana Adammu Tangri, Adammu Allah deganlik bo'ladi. Shunga shayton Adamga sajda qilmaganligi uchun u Tangrining la'natiga uchrab jannatdan haydalgan. Hozirgi musulmonlar, Uyg'urlar bo'lsin,
başka 50 musulmonlar bo'lsin, hammasi odamga sajda qilmaydi. Şeytan demek emmisi. Hammasi shayton demak. Hammasi Alloh osiylik qilganlar bo'ladi. Lekin odamga sajda qilganlarni bo'lar hamda kofirlar deydi. Ya'ni bu yerda Qur'onning oyatlarining qandoq burmalanganligini, haqning nohaq, nohaqning haq, rostning yolg'on, yolg'onning rost, haqning botil, botilning haq bo'lib qolganligini ko'ramiz. 90 neçə % xalqımız Müslüman degan bilan 90 neçə % xalqımızın qaysisi Qur'onni o'qiy oladi? To'g'ri. Qancha persenti asli qadimki arab tilida yozilgan vaqtidagi ash Qur'onning tilini biladi? Atayı degandek hozirgi bu 98% Uyg'ur musulmonlarining hammasining manzili bor, nishoni bor. Yoki u dunyoda behish jannat, yoki Allohga texmi yaqinlashsam. Bu butunlay ayrish Atayning nazarida bu kofirlik, iddia qilguvchi bo'lish bilan kofirlik. To'g'ri. O naq emas. Navoiy bekçik tilga oldigan so'zi shu. Naq hozir o'ltirma o'zimni, hozir tashlayman deydi. Ya'ni naq mushu hozirlik bo'lish kerak, Allohning hozirligi, paydoligi. Bular shu qallardagi bir xiyol yoki o kelgusida bir zamonlarda keldigan yo ko'radigan oxiratdan keyin, qabrdan keyin ko'radigan bir narsa deb o'ylaydi. Mushumi muddai kofirlik degan. İddia qilg'uchining istig'ichining kofirlik. Endi bizning 1400-yildagi buyuk shoirlarning shohi Navoiyga kelamiz. Bundan chaqnaq qilib qolamiz. Endi 4 beyt oldim. Birinchisi. Chu yar eyler imiş barcha yerda jilvai husn. Tang oldu Kə'bə bilan deyir somnat mana. Somnat butxana yoki meyxana. Navoiy Hazratimizmi yanıla Allah'ның birligini butkul uningdan burungi shoirlar va uningdan keyingi shoirlarga o'xshash qandoq saqlab kelganligini köreleysizler. Yar yani Allah yani kök baliki bo'lgan barcha barliq yerda o'zini jilva qiladigan. Shunga mushu makallarning hammasi men bilan o'xshash bo'ldi deydi. Chunki butkul makallarda yar o'zining o'zini jilva qilganlik uchun qayoqqa qarasa shu yar, moyoqqa qarasa men yar, nagili borsa mayli u qimoqxonaga kiramdi, qovoqxonaga kiramdi, ibodatxonaga kiramdi, masjidga kiramdi, hammasi kenisga kiramdi, chirkovga kiramdi. Ularning hammasida ashlarning tomlari, materiallari, bo'shliqlari butkul narsalarda uning shil deyilayotgan so'zlarda Allohni ko'rganligi uchun bularning hammasi o'xshash deb o'tadi. Mana bu bir milliy ruh, milliy köklük. Senin kökünde Uyg'ur. Xuddi kökning o'zi butkul koinotni yoki butkul bo'shliqni o'z ichiga olganidek, sening milliy ruhingda yoki millatingda, ya'ni davlatingda mushu butkul chirkov, butxona, masjid hammasini o'z qo'yningga ola olishing kerak. Xuddi bo'shliqdek. Ana Navoiy kabini masalan Navoiyning naga qarasam shu yerda uning nuri, yarning nuri, naga qarasam yarning jilvisini ko'raman deydigan boshqa misralar nurg'un. Ya'ni uning har joydaligi, har zamondaligi uningdan ayrilib chiqib ketgili bo'lmaydiganligini bizga nurg'un misralarda tushuntirib berdi. Keyingi beyt
Küfrü zulfi dinu imanimni berbat eyleban. Kılganin can kasti etkil na musulmanımga eriz. Küfür zulf için din ve imanımni berbat eylegeç. Can kasti kılganlıkını u na musulmanımga eriz etkil dedi. Küfrü zulfi dinu imanımni berbat eylep can kasti kılganlıkını na musulmanımga eriz etkil dedi. Bu yerde nevai yarını na musulmanım dep atatamdı. Ya ki undaq emasmi. Zuluf köpinçe Allah'da kilas çağatayca kilas gazellerimizde çaç karangılıktan yorukluk bilen nem boğan karangılıktan simol bulup keldi. Onun İslam hakimiyeti yoki bizlar nazardan saqit qilgan qarang'uligi, ya'ni Allohning ko'kning qarang'uligi bu hakimiyetning dini ve imani bo'lgan hozirgi ko'p sonliq Uyg'urlarning tushunchasidagi din ve İslamni berbat etadi, parchalatadi. Chunki u ko'kning teranligi bo'lish sifati bilan uningga qaragan har qanday bir odam u cho'nqur qarong'ulikqa uning u bilinmaslikdagi noaniqlik mujmal majhullikqa qaragan har qanday hokimiyatga subyekt yoki o'zlik berbat bo'ldi. Ya'ni uning o'zi ustiga qurib chiqqan o hakimi özlükning igdorchiligidagi bu dini, imani, haqiqiy Allohning o'zida bo'lmagan imani, ashuni yodining chechiga qarab aqlini yo'qotgan bir insondekla dini imonini ashta yo'qotdi. Bu hokimiyat ashta parcha qilindi. Tavatudi Navoiy. Keyingi misraga o'taylik. Bu beytida Navoiy haqiqatan nima uchun bizning hokimiyat islomini tanqid yoki pochaqlashga uringanligimizning sababini tushuntirib turdi. Xonaqahda o'zlik ishg'oli yetibdir jonime. Yo'q ajab gar istasam dayir fana sari pana. Xonaqada o'zlikning ishg'oli jinimga yetibdi. Şuna eğer men fena dayri istesem, o tarafta panahlık istesem bununla acep yok deydi. Mana bu biz devatkan hakimiyetteki İslam, yani şeriyetteki İslam. Özlükning işgali, canni besişi, yani canni işgal etişi, hakimi hükümranlık elvelişi, xuddi sen diyendek Allah'ını göre geliveliş ya ki şeytanның Allah bilan aramızda to'siq paydo qilgandek yo'g'ivelishi, uni qoplavelishi bu xonaqoda bo'ldigan ish, masjidlarda ko'proq bo'ldigan ish. Chunki mayli xonaqo bo'lmasin, masjid bo'lmasin, shariatning muassasalari deki bu bir individual subyektlar ya o'zliklar ularning istaydigini o'zidan boshqa biridan boshqa yerga bir narsaga bo'lganning yoki ular o'zining nafsini tilaydi yoki qo'rqish ostida yoki hukmronlik ostida yolg'ondan hurmat va bo'ysunish bildiradi. Buningdan ruhga, jonga buningdan ortiq haqorat bo'lmaydi. Ya'ni sen qo'rqishning ostida mayli do'zaxdan qo'rqamsa yoki hozirgi hokimiyatdan qo'rqamsa,
Şunun yoki jamiyatga kishilarning ko'z qarashi fikrlaridan qo'rqamsa, sen masjidga borsa yoki xonaqoga borsa, ham uning ichida tilaydiganning mushunlardan aman qilishing o'zligingning yoki u dunyoda mangu jannatning huzurini surish. Bu yana o'zlikning, ya'ni o'zingni o'ylayotsa, sen boshdan oxiri o'zingni o'ylayotsan, shu o'zlikingni o'ylayotsan. Sen Allohni Ameliyat Kur'an'da devamlılık zikrullah dep durdu. Yani Allah'ını esleş, Allah'ını oylaş, Allah'ını esleş, Allah'ını oylaş dep dursa, bizden Müslümanlarımız özünü oylaydı. Özünü oylaydı. Şuna xonaqodan chiqib ketgan nurg'un shoirlarimiz ashtaraydi. Xonaqo degan go'r, zindon yoki tikan. Buningdan chiqib hur chimanzorda lolizda deydi. Navoiymi to'xtamay bu yer bekli qorong'u ekan, meyxona nihoyat yo'ruq deydi. Masjid yoki xonaqoni silishtirib. Keyingi misroga kelayli. Navoiyning oxirgi misrosi Ger kalamını Mesih enfası dedim ey Habib. Eyip kılma kim. Galet gahi düşer Kur'an ara. Sözün ne? Ey Habib. Mesih'nin nefsi dep saptı men. Yaki digen bolsam. Onu keçir eyip kılma. Çünkü hatta Kur'an gibi galet düşüdü gahida. Galet degeni galat Arapçadaki hatalık degen gap bo'ladi. Anadan keyin Habib degeni umuman Arapça Habib degan gap. U yar şu. Yani Habib yar. Yarının kalamını hatta mesela Xristos'un sözlerini, Xristos'un ülekini tırıldırgan nefsini bütün insanların içinde münavver, kudret, ulug, yüksek birisi de hem de onda eğer birisinin nefsini, İsa'nın demidisi o emniyette alkışıktı işlek, nobel bir yer kötegen tek buludu. Lekin yarının nefsi, kainat boğan, kök boğan, Allah boğan bu yarının nefsi, İsa'nın mu nefsinin neçe hesse üstün yoki uningdan mu yüksek kudretlik bo'lganlik uchun chunki İsa birini tirildirsa kök milyonni tirildirdi emas mana nafsi. Agar ashuni desammi meni ayib qilma albatta ashunda chunki ba'zida Qur'onda ham shunga o'xshash hodisalar yuz berib qoladi. Ya'ni biz bu aytin degan original kitobidan ilingan ashuning bir kopiyasi sifatida Qur'on yanıla bu original kitabının hammasini deb bermaydi. Ularning ichidagi bir kitobi Qur'on faqat. Kainat degan bu kitobning bir variqi yoki ashuningdan ma'lum bo'liki. Shunga bu yanıla uning bir butunni ko'rsatmaydi. Ashuning ma'lum parchalarini ko'rsatish shuning uchun ya'ni qorong'usi Qur'on yo'ruqi bo'lsa, av qorong'usi bo'lsa, Qur'on deyilgini, aytilgani bo'lsa, avu aytilmagan cheksizi bo'lsa, Qur'on yana cheklak chunki u 30 para. Lekin koinotdagi Allohning kitobi cheksiz. Shunga xuddi İsa'ning demi bilan Allohning demi silishtirilgandek, Qur'onmi koinot bilan shuna silishtirildi. Lekin bu gapni hozir birasiga desangiz, ular bu haqiqiy haqning nuri bilan deyilayotgan bu so'zni kupurlik chiqirdi. Qur'on mushu kitob, mushuning mesela mushunda Alloh deganlik uchun biz Alloh deymiz deydi. Bayat, burhan, Tangri ko'k desak bo'lmaydi. Ashuning ichida mushunda deyilganlik uchun bu mushu deb belki ma koinot Qur'on qandaqdir Qur'on koinotning ichidagi bir kitob emas, butkul koinot Qur'onning ichidagi bir kitobdek ko'radi. Yana almashib qolgan, bütün almashtirib ketgan. Keyingiga o'tayli. Navoiydan keyin Ahmedi. Aslan Ahmedining tug'ilgan yoki yilnomalari aniq emas. Merdan bizning ko'rurmanlarimizga bir masalani aydınlaştırıp o'tib ketaylik.
Çünkü sen hazır davatkan mesela orijinal kitap degan sözüngni ko'rarmanlar bo'libmi bizning bizning ulamalarimiz, diniy ulamalarimiz inkar qiladi. Sening bu sözünge öktü qopadi. Nima uchun? Qanda. Çünkü ular Qur'ondagi kitap degan so'zni Qur'onning o'zi shu, kitap bilan Qur'onning hech farqi yo'q. U birdam kitap, birdam Qur'on deb qishtaq deyilgan deydi ba'zi tarafda. Masalan, Baqara surasida boshlanishida Alif Lam Mim Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin deb boshlangan oyatdagi Zalikal kitabu Aşu kitap. Aşu kitap deb ishora qilingan mushu kitap sen eskartayotgan aşu original kitap şu. Bu yerda aşu kitap deganda Qur'onga ishorat qilingan emas, yoki Tavratga ishorat qilingan emas, yoki Injilga ishorat qilingan emas va yoki insoniyatga tushgan, unutilib ketgan, astin ko'tarilib ketgan barliq kitaplar emas. Bu sen degan aşu original kitap şu. Yani kök şu. Kainat şu. Aşu kitap ne deydi? La reybe fihi huden lil muttaqin deydi. Takvadarlar için unda tüz yol ba deydi. Muşu tüz yol seni Allah'a boğan tonuşqa apırdı deydi. Yani muşu yol bilen, muşu tüz yol bilen aşu kitapның, aşu original kitapның Rabbi perverdigarı boğan Allah'a yetsen, tonuysan ve özüngni şu Allah'ta köresen demekçi. Hem de muşu kitap ne? Bizning musulmonlarimiz, ularning ulamalari Qur'onni davatıdı deb izohlaydi. Ya'ni mundaq sifatqa vaqtida ulamalarimiz Arab Qur'on tafsirchilariga o'xshashlar Allohning so'zini bir mulovatıdı. Allah aşı original kitap davassa bola yo'q. Original kitap emas. Aşı original kitapning nusxalarining ichidagi Qur'on shu deb turib Albatta, chunki ular kitap desa shu unda tüplengen, inson ishlagan kitapdan boshqani o'ylanmaydi. O'qish desa yeziqni o'qishdan boshqa bir narsani o'ylanmaydi. Yeziqdan burunni batdi o'qish degan, o'qish degan ko'rganlikka bir suratni, bir imajni, kodlarni tarjim qilish degandan boshqa narsa emas. Sen havo rayini o'qiysa, insonning chiroyini o'qiysa, o'qish shunqa publikdimi? Boshdan oxiri o'qishliq, o'quluq deb tarjim o'qu. Meniki o'ylig'inimni o'qiyapsa, ko'nglimni o'qiyapsa deydigan gap bor Uyg'urchada. Shu qutatqulikda shu butkul o'qularni aql deb tarjim qilgan emasmi bizning ziyolilarimiz? Qanday aql bo'ldi u o'qish degan bir narsani aql, o'quluq, o'qishliq degan narsani aql deb tarjim qildimiz. Ashumi o'qir degan fe'ldan kelgan. Okey. Navoiy büyük Navoiyni tugatdik. Endi Ahmadiyga kelaylik. Ahmadiyning yil nomlari ma'lum emas, lekin menimcha bu shu 1500-1600 yillari orasida deb faraz qildim, untildim. Gerçi shariatda chu begonaman. Ahli tariqat bila hamxonaman. Ahmadiy. Yani şairler bunu biz bütün şairlerden köre olayımız. Yani
bir qıtımlıq bizning söhbətimizmi deganingga o'xshash nurg'un shoirlar shariatdan chiqib ketgan. Bizning islomiy davrimizdagi shoirlar. Mashratni alaylik, Zuhuriyni alaylik, Naqisni alaylik, Mashhuriyni alaylik, Tajallini alaylik. Ya'ni ular shariatda, ya'ni insonning qonunida Allohning tabiatini to'sib olgan sunniy qonunda yaşamaydı. Çünkü ular Allah'a tava insonlar, odamlar. Hür, erkin insonlar. Lekin nima uchun tariqat ahli bilan hamxona? Shariatdan chiqib ketadi, shariatdan yolg'iz qoladi, shariat tarafidan jazo olinadi, shariat tarafidan sirqqa qiladi. Shariat tarafidan erkinlikka bo'g'iladi, ammo tariqatchilar bilan hech bo'lmasa hamxona. Chunki tariqatchilar yoki tariqat yo'li hech bo'lmaganda Allohni hokimiyat shaklida o'rniga elib olmagan. U muqarrar ma'lum ma'nodan Allohning erkinligiga etilgan bir tushuncha sistemasi bo'lganligi uchun shoirlar garchi shariatda yolg'iz qolsa-mu, tariqatchilar bilan dialoglasha oladi, paranglasha oladi. Bu ham yana har bir she'r bu yerliklar emas, har qanday bizning g'azallarimizdagi ma'nolarni ochqishliq mohiyatlik tanlanganlari deb turaylik. Bu sherdagi har bir she'r sizga, siz o'qirmanga Uyg'ur milliy ruhini davatudi. Ko'kning sizga bo'lgan yorliqini so'zlavatudi. Har bir parchasi. Yani bu yerda siz o'zingiz bilan yoki siz bilan yoki biz bilan shariatning qanday munosabati bo'lishi kerakligini, shariatga qanday qilishimiz kerakligini, tariqat ahli bilan qanday o'tishimiz kerakligini devatudman. Bu sizning milliy ro'yingiz so'zlayotib bu yerda. Keyingi misra. Bu şeyde bir to'xtatib bitib ketaylik Mardan, chunki shariatning gapi chiqdi. Masalan, shariatni albatta Uyg'ur musulmonlari, jumladan butun dunyo musulmonlari shariatni Allohning qonuni deb ataydi. Allohning qonunlari, shariat. Sen biraz burun shariatni insonning qonunlari deding. Lekin ular hargiz e'tirof qilmaydi bu gapingni. Hatto bu gapingni kufrlik chiqaradi. Sen Allohning qonunlarini insonning qonunlari deb atasan deb. Endi shu shariat, ya'ni Allohning qonunlari qo'sh tashning ichida yoki qo'sh tirnoqning ichida. Shu Allohning qonunlari bo'lgan shariatniki shu qonunlarning birida nikohsiz nikoh qilmay turib o'zaro roziligi bilan o'z erkinligi bilan jinsiy munosabatda bo'lgan ayolni bo'libmi ayolni chalma kesak qilib o'ltirish bor. Mana shu ularning nazarida Allohning qonuni. Endi siz Allohning bu qonuniga qarasangiz, oldi bilan o'zlari xalab erkinligi bilan o'tkazgan jinsiy munosabat Allohning nazarida jinoyat hisoblanadi. Bir. İkincisi, bu jinoyatning jazosi ölüm. Üçüncü, bu jazo
zina qilg'uchilarni o'ldirish bilan bo'lmaydi. Ularni qiynab o'ldirish. İranninki asosiy qonunida zina qilg'uchi ayolni chalma kesak qilishda taşlarning cho'ngligi belgilangan. Bu taş bek cho'ng bo'lib ketmasligi kerak, bek kichik bo'lib qolmasligi kerak. Chunki bek cho'ng bo'lib ketsa, bir qatim urilsa, u ayolga asal o'lab qoladi. Qiynig'il olmaydi. Şuna o taş bek kichik bo'lib ketsimi, o'lmaydi bu ayol. Şuna uni qiynab o'ldirish kerak deydigan mundaq bir qonun bor. Şiyalarning qonuni bu. Lekin sunnilarning qonunidan farqlanmaydi. O'xshashli chalma kesak qilish zina qilg'uchini qiynab o'ldirish demakdir. Bu yerdagi savol. Rahmanur Rahim. Nihayeti rahimdil, şefkatlik Allah oldi bilen muşundaq bir münasebetni cinayet hesaplamdı. İkinciden, muşundaq bir münasebetke ölüm cezası veremdi. Üçüncüden, bu ölümni qiynaş arqılık emelge şuramdı. Bulup mu qiynaş? Aşundaq vəhşilərcə, vəhşiyanı qiynaş. Bu Allah'ın sükutu mu? Eğer qiynaş, muşu vəhşilik Allah'ın sükutu bolsa, o çağda mən bir Uyghur musulmanı bolu sükutum bilen bundaq Allah'ını boykot qılma. O mening Allah'ım emas. Meningçe bizning shoirlarimiz 1000 yil mobaynida men mushu hozir devatgan so'zlarni degan, lekin boshqa usullarda degan. Belki bunu sening ko'rsatayotgan misollaringda ko'rishimiz mumkin. Qani, davomlashtiramiz. Gumnamga keldik. Gumnamning ko'rdim yuzingni, mastona bo'ldim, aqli yoshimdan begona bo'ldim deb boshlaydigan ayeti güzel, munavvar bir g'azalining oxirgi misrasi. Gumnam meysun, kim bo'lsin meyxo'r. Masjid emasman, meyxona bo'ldim. Mana bu yerki mey. Navoiydan bütün g'azallarga mey. Seni yorning ishqida mast qiladigan yoki sen meyning yuzidan yorning husnini ko'radigan narsa. Lekin bu meyxonada bo'ldi. Masjidda bo'lmaydi. Hem Uyg'urning milliy ruhi masjidda emas yoki masjid emas, ya'ni mushu yorni o'zimizni mast qiladigan, o'sni aqlimizni begona qiladigan ashu mayda, ashu mayba meyxonada. Gumnamga jannat guli, do'zax o'ti tangdur. Ishiq o'ti fana qildi, na barqu, na sharorman. U mayda mast bo'g'uchi yoki yorning ishqida o'zini yo'qotquchi fana
Boldu. Onun özü bolmaganlyk üçün, fani bolganlyk üçün o ne uçkun çakmaydı yoki o dozaqdaki çekin çakmaydı. Yoki uçkun qaylanmaydı ya otdan bolmaydı ya köymeydi. Çünki cennet bilen dozaq, yani sen bayatın diyendek jaza ve mukafat özlüknün oyunu, özlüknün ham xiyali. Maňa mundaq mukafatlar bar, maňa munda jazalar bar dep qilgan bütkül işler küpürlükden başka narsa emas. Şoňa sen özüňni ýokatganda jaza we mukafat pekat özlüknün neýraňy bolganlyk üçin sende özlük bolmagan wagtda bir jaza mukafat bolmaýdy. Şairler muşundaq özüni ýokatgyçylar. Allah'ın hakiki meydin içip mes boğuşlar, yani onunla birleşip ketkiçiler. Allah bilen birleşip ketken birisiga nisbeten dozaq cennet bir nas bulamdı. Yani hakimiyet İslam'ın ma'nisidagi mukofot ve jazo bulamdı. Hergiz bolmaydı. Bizninki keçirgen Erdan, bizninki atalmış ziyalerimizden biri. Ötkende sosyal medyada mundaq bir ibara taşlap koydu. Mundaq deydi. Elişir Navaidek meypurşla deydi gibi de. Yani bizden bu ziyalimiz, Bizden ziyaliyerimiz. bizden ziyalimiz. Ha. Okey. Navayine tıkı. Tamam. Navaidi, Musa Bay. Ondan Amerika'daki ha? Ha, okey. Okey. Amerika'daki musabay. Okey. Amerika'daki Musa Bay. Elbette özünü Uygur'un yütük ziyalilerinden biri deydi. Aşı ziyalimiz Navaidek meypurşla deydi. Fakat ve fakat bu ziyali fakat ve fakat Navaidi meypurşul görüptü. Onundan artık yemepti. Sen hazır meynin nemelikini, sımol hususiyetini, mey özlükni öldürdiğen, özlükni yoktadigan, meni Allah bilen, Tanrı bilen birleştirdiğen bir narsa. Bunu elbette bizden bu ziyallerimiz düşünmeydi. Çünkü ola Uygur milli ruhini bilmeydi. Uygur milli oyunu bilmeydi. Uygur milli oyunu bilmeydi. Ola da Uygur milli ruhu yok. Ölgen. Ula bildiğin oy değil olmaydı. Ula da anba ya ki şerefden ya ki garipden türlük tümen özlük anlarından başka nesi bilim cuğlanmaları var, materyal var. Yani Wikipedia biyolojiyalik en bek podcast'ı. Lakin açıkçası hiç nesini bilmeydi. Meşrepke kileyli Şah Baba Rahim Şah Meşrep. Şık şehidi Baba Rahim Şah Meşrep. Yarsız hem badesiz Mekke'ye barmak ne kerek? İbrahim'den kalgan ol eski dükkan ne kılay? Yani muşu bade mey. Bayatın ki mey şu. Şu meysiz. Bizden ziyalılarımız mey proş dep atıgan meslesiz. Yani yar mes. Yar Allah bilen birleşişi, Allah buluşu bilen, mey üçkiçi Allah bilen birleşişi bilen, Mekke'ye berişinin nima acıtı? Allah'ını
tanımagan, Allah bilen birleşmegen, onun şek keltirip küpürana aldı, onu başka bir objekt, bir obiket, bir nokta, bir an xiyal yoki neçe ming yıllardan keyin ölgenden keyin ko'rdigan bir narsa deb 100 minglagan tamni o'tirg'i silib etgan bu küpüraniler onu Mekke'ye basım tapamaydı. O sıratel mustaqim tüz siziqdiki köz aldındaki sen bevosita birinci olib tegirgan narsa shu. Aşında münasebeti bulalaydigan bir narsaga sen Mekke'ye berib nima ish qilsa. Hem onu yo'qotsan, o sening qalbingda bo'lmasa, sen may bilan ishq bilan mas bo'lmagan bir inson to'ssang yurking yurmaydigan. Senda muhabbat, sevgi degan bir narsa bo'lmasa, sen faqat 100 obro'y qiyomatdagi savol so'roq, uningdan keyingi mangulik jannat o'rpari deb ashay baramsa. Navoiy deydi, uning butqa sajda qilgan bilan nim farqi, u qora toshga sajda qilganning. Agar sen yurkingda Allohni Tanımasan. Allah'tan söymey, mest bolmay, tanımagan bolsan. Meni divanı meşrepke muhabbetten beyan eylen. Namazu rozadan farıg bulup seyyarı meşrepmen. Men divanı meşrepke muhabbetten beyan eylen. Men namaz ve rozadan azat, tazılangan seyyarı hür meşrep deydi. Hazır bizning Sharqiy Turkiston ulamalar birligi bizning Uyg'urlarning eng oliy diniy organi nima deydi? Namozni iymoningizning o'lchimi deydi. Ro'zani iymoningizning o'lchimi deydi. Aroqni haram deydi. Mana mushlarning hammasi bizning 1000 yil mobaynida Tangrining birligini ta'kidlayotgan Uyg'ur milliy o'yini bizga ifodalab berayotgan, ko'rsatib berayotgan Uyg'ur milliy ruhini bizga qoldirib ketgan mushu shoirlarimizning hammasini kofirga chiqarib o'tadi. Shunga o'xshash bu shoirlarimizni eslagan, bu shoirlarimizning ruhini, o'yini yatlagan ve ana varislik kılgan bizlerni bir tayakta edip kafir çıkardı. Keyingisi o'ttemdoq. Hı. Yaqinqi zamonga kelaylik. İki şairimizni aldım yaqinqi 100 yıldan ichilik. Naqs. ...840 yıldan 1920 yılgacha yaşagan. Zaman ehlige ey naqis, kabul olmak erur metlub. Bari ehkamı dindin keç, tapıp dünyanı ful bol. Yaqinqi bir şairimiz. Yani bir yerki metlub degan istalguchi, maqsad qiling'uchi yoki tilang'uchi degan gap bo'ldi. Shundami? Tiligini, tilang'uchi. Shunda. Talab qilingani. Full degan buni o'qishda arabcha ma'nosidan qarasak, full narsaning tetutqusi yoki narsani tetitadigan javhari tuzi
xemir turuchi degan ma'nolarda keladi ekan. Ya'ni qubul olmaq, ya'ni yorg'a yoki tangriga yoki bo'shliqqa qubul bo'lishing, ya'ni shuningdek o'zing gavdangning Tapşırılışın desangmi buldu bu yerda. Tapşırılışın, teslim buluşun. shuningdiliqinga qubul bo'linishing mana bu tilangini, talab qilingini. Shunga butkul din va ahkamlardan kechib dunyoni topqin va shuning bilan shu topqining bilan sen dunyoni bo'ldirdigan tetqisiga nimasiga bo'ldirg'isiga aylan deydi. Hatta Hazreti İsa'mı mesela sizler zeminin yoki yerning tuzisizlar deb degan o'zininki ergashuvchilarini. Bunga o'xshash bu yerdami shu fulmu, ya'ni İsa, Hazreti İsa'ning so'zidagi tuz shu-da. Tetqu javhar. Yani yerini saqlab qoladigan, Biz Uyg'urlarmi bir narsani saqlab bir taomlarni saqlamoqchi bo'lsak, uni tuz bilan saqlaymiz-ku. Dunyoning tuzi bo'lishimiz uchun, Uyg'urning ko'ki bo'lishimiz uchun bu shoirimiz bizga nima deydi? Dinlardan va diniy ahkamlardan chiq deydi. Dunyoni top, dunyo bu emas, dunyo bu qorong'ulik, bu torchilikda emas. Sen topadigan dunyo kengri, ustun, teran bir dunyo. Buni faqat shu ahkamlarning bo'yinturuqidan chiqarganingda topsa deydi. Keyingi shoir Mashhuri 1980-yilda vafot bo'lgan eng keyingi klassik shoirimiz deb qarashga bo'ldi. Ne müminmen ne kafirmen, ikavge bolban aşk. Közün garet giri iman, qeşin mihrabi imanım. Ne müminmen ne kafirmen, bu yerki ikav degini, yani birav deganga o'xshash. Burunqi tilimizda bat demasdan birav deydik birsini. İkav deb ikkilan ikisi demoqchi bo'lsak, shu ikav deydik. Lekin keyin hozir unutib ketdik bu yamizni. İkavga bo'lban oshiq. Men mu'minmi emas, men kofirmi emas, men har ikkilisiga oshiq. Ya'ni jubning oshiqi. Qarong'uningmi, yo'riqningmi oshiqi. Musbatningmi, manfiningmi oshiqi. Ustunningmi, ostiningmi oshiqi. O'ngningmi, solningmi oshiqi. Yo'riqningmi, qorong'uningmi oshiqi. Mushu jublik sening ko'kingda, milliy ruhingda. Ko'zing imonning hujumchisi. Qishing imonimning mehrobi deydi. Bu yerda keyingi misrasida, ya'ni mu'min bilan kofirga oshiqlik oyati yana ikki ko'z, bir jubni simol qildi. Qosh bilan ko'z yana ikkilikni ikav deganlari uchdan simol bilan simollashibdi. Aytilibdi. Ya'ni sening tabiatingda sen her shu jublik, sen her ikkilisi. Hem sen söygide bu her ikkilisini söysen. Qandaqdir musulmonni tutib uni yani hakimiyet İslamının dereceleştirişi yoki belgilişi bo'yicha xuddi hozir ham bu nimalar bir ulamolar birligi shoirlarni kofirga chiqarganga o'xshash. Uni musulmon, buni kofir deb bunda ayırmaysan. Otdan tuproqni, sudan o'tni, sudan tuproqni ayirmaganga o'xshash. Faqat sen aşı kökning ko'zidan udul etilgan o'qda yaralangan bo'lsanglar, zarbi yeyilgan bo'lsanglar, unisini o'g'lagan bo'lsa, sen hargiz bunday ish qilmaysan. Demak, hozirgi
ölümalarımızdan aşı birliki sende vatqa yerkiler nang qaysi yarның muşu vücumida yani közünün güzellikidin, közünün hayat bəxşlikidin özünü yoqtup beqtiken Allah'ın aşı közünün hayat bəxiş oku bilen, aşı vücum bilen qaçan Allah'ın aşı qeşiye qarab durup bu mening mihrabım deb secde qilib beqtiken hech nima emas. Meşhuriga nisbatan mavi ölümalar kafir. Mavi ölümalar unutguchi. Mavi ölümalar köygichi dozaqda. Yani köyevatırğı demişsin hazır. Bula ikkiga işenmeydi. Yani meşhurinin söz bilen aytganda ikki işenmeydi. İkki işenmeydi, ikki işenmeydi, cüp işenmeydi. Mesela Kur'an'da mı? Şeytanın günahı nimetti. Şeytan qandaq qilib, nima qilib jannatdan dozaqqa chiqib ketdi. Aydilib ketdi jannatdan. U mu? İkkiga ishonmaganligi uchun. Şeytan ikkiga jüp ishonmaganligi uchun. İnan birlikiga. İkkining birligiga. Masalan, Allah Taala şeytandan so'raydi. Bu yerda ma bir nuqtaga diqqat qilishimiz kerak. Hozir bizning ulamolarimiz, dindarlarimiz, taqvodorlarimiz atalmış kafirlar bilan suhbat qilishga bo'lmaydi deydi. Kafirlar bilan munozara qilishga bo'lmaydi deydi. Amaliyotda Allah Taala şeytan bilan munozara qilyapti. Şeytan bilan so'zlashyapti. Şeytandan so'rayapti. Sen nima uchun odamga sajda qilmading? Mushning sababi nima? Nimasini chekladi sajda qilishdan şeytan deb so'rayapti. Allah Taala şeytandan so'rayapti. Şeytan bilan suhbatlashyapti. Şeytan nima deydi? Sen meni o'tdan yarattın. Ademni laydan yarattın. Ot laydan yaxshi deb javob berdi. Mana bu yerda şeytan ot bilan layning birligini parchalayotdi, yo'qotib ot bilan layni bir ko'mayotdi. Shundaqla yana ikkisini parchalagandan keyin birini yana biridan ustun, yana biridan yaxshi, biri yana biridan eski, yomon deb mundaq baho berayotganligi uchun Allah Taala şeytanni jannatdan chiqib ket deydi. Lekin aşı şeytan Adem aleyhisselamның içinde bo'lganligi uchun Adem aleyhisselamni jannatdan chiqarib ketdi. Chiqib ketdi. Chunki ikkining birligiga ishonmasangiz siz dozaq ahli. Shunga sizning yashaydigan yeringiz dozaq, hargiz jannat emas. İkkining birligi işemas degan shu Allohning birligi işemas degan gap. Albatta. Albatta. Tevhid tushunchasini bek chiqdaydi bo'lmasa. Lekin bu yerda chiqib qoldi shuni so'rataysan. Bular nima uchun bir ilmiy yo'sinda bir normal paranglashishni qilolmaydi? Men tushunmadim yoki Qur'onni yaxshi o'qimaganligi uchun. Men hozir eskartib o'tdim-ku. Hatto Alloh Taala şeytan bilan so'zlashdi. Şeytandan sababini so'raydi, nima deb sajda qilmading deb. Şeytan Allah'a asilik qilib, odamga sajda qilmagan bo'lsa-mu, yana Allah takabburlik qilmay şeytanga o'xshash tovanchilik bilan şeytandan seni odamga sajda qilgizmagan sabab nimitdi deb so'raydi. Mana mushni bizning ulamolarimiz, mollamlarimiz, dindarlarimiz, taqvodorlarimiz o'qiyolmag'achqa, ko'rolmagachga, bilolmagachga shunga ular shaytonga o'xshashla takabburlik qilaveradi. Bu bir takabburlik. Yeni bir tarafdan bu o'ziga ishonmaslik. Yeni bir tarafdan bu bilmaganlik, savodsizlik.
Emniyet ular özlerini dini alimlar, yani ölüm ala dep ataydı. İşning ahllari, yani dinning ahli Dinning ehli. Allah'ın- Mesela şolamış. biz Kur'an hakkında bir nima yazsak, ayetler hakkında ayetlerini okusak, bulmagıdak. Nima üçün? Biz onun ehli emaskenmiz. Lekin men ulardan sorap bakay. Kur'an şulagılı tushganmi? Yoki u kül insoniyatga, hamma insonlarga ayirmay tushganmi? Kur'an bizgimi tushgan, ulargimi tushgan. Shunga Kur'anni o'qish, oyatlarini o'qish, tushunish, oyatlar haqida o'ylanish bizning haqqimiz. Bizning ishimiz, bizning kasbimiz. Men ekegen tanlanma sözleyli dep oylagan nimelerim tügide ahırsı yana 5-6 parça başka tilgelenmagan bazı şairlarning nimasi koyup koydum. Bunu okup etsek boldu. Düşündürüp oturuşum maaşı yok deymi. Bo'ldi. Ahırda aşını koyup okup berip hazır koyup tügütemdi qamisi. Bo'ldi. Asallahu qaraydi. Okay. Bakıban el sari cana yüzünden bir niqab alsam. Ruhumni çün mehi enver tecelli-i Huda derler. Zelili. Secde kılay dep şirin butumga bardım soraglap butxanelerge. Huveyda. Ver birli cennetul me'vanı köngülüm neylesin. Yarının koyda yüzünün cennetul me'vası var. Sultan Seyyid Han. Seyyidi. Bilgeli küfür durur milletin, eylep durmam. Hanıqadın çıkıban, deyir makam eysaq. Nevai. Yüz koydu hanıqahdın meyxanağa tecelli. Cami şarap birlen terki riya mübarek. Tecelli. Sen ahırkı sözünü edersen züpeni hazırlı toxtatayım. Men hayır hoş dey. Sana köptün köp rahmet merdan ahab eli. Hazırkı zaman nevaisi. Şundakla sizge o köp rahmet hürmetlik körer anlarman. Bugünkü men şunda qarayman programımız muşu yerde ahırlışıdı. Keyinki programımızda men şunda qarayman de uçuşaylı. Hayır hoş, aman bolunlar. Hayır hoş.